نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamu alaikum hurmatli jamoat, hurmatli Salom alik oila imamining jamoati, hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar, konkurslar qatnashchilari. Bugun Salom alik oilamda, shu klubda Salom alik oila imami bo'yicha maktab o'quvchilarining orasida Qur'on o'quv konkursining boshlovchining oldida turamiz. Uyushtirgan Barakat qo'lning qayriliq fondi. Albatta barcha o'quvchilarga seyitler var. Albatta bu yerda jana men sizlarga aytganday o'qiganlarga qarab, bolalar. Hozir birinchi etap bo'yicha men o'sha familiyalarni aytam. Bu yerga kelib o'qib, andan ketaverasizlar. Birinchisida Fatiha surasi bilan Ixlos surasi. Ma'qulmi? Hava. Fatiha bilan Ixlos surasidan har bir oyatdan birdan bolalarga aytib, men chaqiraman. Ma'qulmi? Dayarsizlarmi? Dayarsizlarmi? Ustozlar. Boshlayveraylar. Anda birinchi boshlayveraylik, kelganlar qo'shilib ko'zlik qayeridan boshlaymiz. Buni yoqdan boshlab qo'limizni ketaveramiz, ha? Shu yoqdan boshlab qo'limizni ketaveramiz. Bolalar ana suylamay yo'q, ha? Suylamay yo'q. Hali film bunday o'qib, nima o'qimay yo'q, quralamay yo'q, taqal qolgan bo'lsa, aytmay turasizlar, ha? Taqal qolgan bo'lsa aytmay turasizlar. Ana chiqib o'qiyotgan bolalardagi suydirgay, tartibay, ha? Uyalbay, qo'rqmay, uydagiday o'qib, mechitdagiday, ayollarday o'qib, nima qilasizlar? Ma'qulmi? Unda boshlaymiz. Birinchi ko'rdi ayollar. Nurbeqov Muhammad degan bola. Chiq.